Hürmetlik vatandaşlık şiirimize devamı. Bugün çislak 2021 yıl 8. ayının 21. günü haftıya Şembe. Endeki mavzamındak. Yani bir özgürlük var mı vatandaşım bu şu Prezident Joe Biden'ın sözü bile münasebetliktek durdu karan. Japonya Amerika'ya hemkarlaşıp Tayvan'ı qoğlamdı. Mütehassisler Tokyo koluna koyuşturup qarab turalmaydı deyişti. Mavzulu xabar 8. ayının 21. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılındı. Xabar onda başlandı. Washington, Yaponiya yuqori qatlam rahbarlari yaqindan beri Tayvan bo'g'izining bexatarligi to'g'risida oshkora ifoda bildirayotgan bir paytda Yaponiya matbuotlari mushu hafta xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Yaponiya hokimiyat beshidagi erkin demokratlar partiyasi Tayvanda hokimiyat beshidagi Demokratiya taraqqiyot partiyasi bilan ishga qo'shilgan bexatarlik dialogi qurishni planladi. Bu orqali Jungoning kunsiri devaylab kelayotgan bir ayindagi harbiy ishlar faoliyatlariga taqobil turishni o'rtaq muhokama qilmoqchi bo'ldi. Bu plan Tayvan bo'g'izida to'qinish yuz berganda Yaponiya qanday konkret harakat qo'llanib Amerikaga hamkorlashib Tayvanni qo'g'dishini mumkinmi degan masaladan darak berdi. Tahlilchilar bundoq hisobladi. Chongshin orlamış. Chongshin orlining yaponcha ismini topolmay yomon beshim qayib ketdi. Chongshin orli va Yaponiyaning g'arbiy janubidagi orollarda yashayotgan yapon xalqining bexatarligini o'ylashganda Tayvan bira ish yuz berganman, Tayvanda bira ish yuz berganman Tokyo doiralari qo'l qo'yishtirib qarab turolmaydi. Yaponiya Vaqt gazeti haftaning 3-kuni, ya'ni 8 ayning 18-kuni Yaponiya va Tayvanda hokimiyat beshib turgan ikki partiyaning ishga qo'shilgan dialogi Yaponiya o'tirg'a qo'ygan liniya ustidagi tez bo'lgan kechiringlar, liniya ustidagi suhbat, bu suhbat tez bo'lganda mush oy ichida o'tkazildi. Bugun 21-9 kun qoldi. Mush oy ichida o'tkazildi. Bu dialog Yaponiya Erkin Demokratlar partiyasi Tashqi ishlar ministrligi a'zosi, ya'ni Tashqi ishlar ministrligida siyosat belgilaydigan bir odam degan gap. A'zosi, Kengash palata a'zosi Yaponiya parlamentining. Nima deydi? Masahisa Sito. Hamda davlat mudofaa ministrligining a'zosi. Shundaqla parlamentda avom palata a'zosi Taku Otsuka qatorliq rahbarlar Tayvan bilan Yaponiya o'rtasida o'tkaziladigan ishga qo'shildi dialogiga qatnashdi. Tayvan taraf Demokratiya taraqqiyot partiyasidan qatnashadigan kishilar texab belgilanmadi. Yaponiyaning ifoda bildirishi texami ochiq va oshkor bo'ldi vatandosh. Bu yil 3-oyda Amerika Yaponiya davlat mudofaa ministrlari va tashqi ishlar ministrlari ishga qo'shilib o'tkazilgan suhbat 4-ayning 16-kunida deyli Amerika Yaponiya davlat boshliqlari yuqori darajaliklar suhbati va birlashma bayonotda o'xshashlar Tayvan bo'g'izining bexatarligi masalasi tilga olindi. Yaponiya hukumati nopuzluq amaldorlarning Tayvan bo'g'izi bexatarligi bo'yicha ifoda bildirishi borgan sari ochiq ve aşkarı oldu. Devamını anlayışsınız.